Avtomobilga Tracker 2 bar, Malibu 2 bar ustuni qilganda orqachasidan qanaqa ko'rinishini ko'pchilik so'rayapti. Bemalol bo'ladi. Orqada o'tirgan odamga ham foydalanish uchun koordinatdan skalpion chexoli taqib qo'yilgan, salon laminatsiyalar qilib qo'yilgan, detalli yechim orqalariga qaltirib, 4 teshik Tux komponent kolonka qo'yilgan, unaqa pishalkalari bilan birga alohida ustunovka qilib berganmiz. Cho'mchakli karpet bo'lgan, avtomobil o'zi to'laqonli Ester mahsulotlaridan foydalanish uchun izolyatsiya qilingani uchun qilib berganmiz izolyatsiyasini. Cho'mchak, bardachok, bar hamma narsasini karpet qilib taqir-tuqir qilmasligi uchun hamma narsalarni himoyalab berganmiz. Tracker 2 bari ko'rinishi, podsetka hammasi salon rangiga moslangan, pirinida begushi. TX CC3464 Malibu kameralari bilan kastvasi moshnisi, ruchnoy o'zi qolgan, sizning orqa oldiga bemalol suriladi. Tracker 2 bari afzalli taraflari mana shu o'zi. Multimedia cruise control knopkali ustunovka qilingan. Perforirованный koja, qo'lda tellatmasligi uchun Malibu signal ustunovka qilgan knopkasi bo'lib berganmiz. Cruise controllarni ishlatib qo'yganmiz. Lenovo video registrator, temperatura datchik, bagaj knopka vazifasini ham bajaradi. Hamma narsasi tayyor. Ukamizga hozir topshirib olamiz mashinani. Sifatli xizmat turlari kerak bo'lsa bemalol murojaat qilasizlar. Barda mana Malibu 2 bar, podlokotnik uzunroq bo'ladi, foydalanishga qulayroq. Bu elektron ruchnoy bo'ladi. Tracker 2 bar podstakanlik sal pastroq bo'ladi, lekin ruchnoy o'ziniki qoladi. ECDni bemalol orqa oldiga yuradi. Malibu 2 barda ham sidinglarni joydan surmasdan qo'yilganda ozgina sidingni surilishi qiynalishi mumkin. Sifatli xizmat turlari, sifatli mahsulotlar kerak bo'lsa bemalol murojaat qilasizlar. Avtokomfort xizmat tavsiya.